Kim bilan gaplashayotganingizni bilasizmi? Yo'q. Men professor doktorman. Tibbiyot akademiyasini tamomlagan naukman. Doktorantura, aspirantura, makulatura. Qanaqa makulatura? Shularni dissertatsiyalar yo'qlagan odamman. Men bilan chiroyli muomala qiling, ukajon. Nima? Sizga kimdir doktorskiy bitirsang bankir bo'lasan deganmi? Ha? Soqqani sanab o'tirasan deganmidi? Sanjik, o'qimishli odam ustidan kulurmagin. Ne asabimni Men bergan savollarni ber undan ko'ra. Asabimni buzmasdan bo'lmasan. Normalni gaplashdi. Jinniqonada o'tirgani yo'q. Mana savol bor ekan. Bering? Bering. Mana shu jinniqonangizda kasallaringiz sog'ayganini qayerdan bilasiz? Bu juda oson-ku, bilasizmi? Qayerdan bilaman men? Qayerdan brat? Qayerdan bilaman? Endi ko'rib turibman sizni. Endi eshitaman. Siz doktorsiz, menman. Bo'pti, eshit, mana o'zlari hozir aytadilar. Bitta vanaga suv to'ldirasiz. Cho'milishganmi? Cho'milishga emas. O'sha bemorni oldiga olib kelasizda, qo'liga qoshiq bilan stakan berasiz. Keyin shu suvni tezroq vannadan bo'shatishni unga topshirasiz. Qanaqa bo'shatadi? Osonmi? Sog'lom odam stakanda tez-tez bo'shatib tashlaydi. Topdimmi? Topdimmi? Kechirasiz. Sog'lom odam Ha. vannani trubkasini tortadi, suv avtomatik tushib ketadi. Sizni ham bir tekshiruvdan o'tkazish kerak menimcha. Otingiz nima edi? Marginshdekmidi? Marginshdek emas, g'isht temir.